konstruktiv ma'noda ratsional tanqid bilan shug'ullanish kerakda. Bu ichdan o'zimizni muammolarni ro'yrost ko'rsatib, aytib, boyaga aytgan, siz aytmoqchi, to'g'ri yo'ldan og'ishmaslik uchun kerak. Lekin bugun siz masalan intelligensiyani, ijodkorlarni faoliyatidan mana shu qoniqasizmi? Qanchalik bugun deylik bong urib chiqyapti bizni olimlarimiz. Ya ular ham boya aytgandek san'atkorlar, ayrim san'atkorlarga o'xshab maddohlik yo'lidan ketyapti. Yo'q, men endi ilmda hamma sohasi bo'yicha nima yutuqlar bo'lyapti. Yo, endi ular ham masalan ijtimoiy fikrni shakllantirishda tez mana deylik podkastlarga chiqish yo bir gazetalarda, jurnallarda maqolalar, internetda, televideniyada chiqish qilish borasida qanchalik deymanda, masalan ro'yrost gapirib, yuqoridan beriladigan topshiriqlarni yaxshi bajaradigan toifa, shunaqa guruh shakllanib bo'lgan professor nimalarni ichidan. Qaysi ma'noda aytyapman? Misol uchun endi o'zim uchratgan, ko'rganimni aytyapman-da. Masalan, o'tgan yili yoki 2 yil, 1,5 yil oldin bo'ldi shekilli. Menga o'sha men hurmat qiladigan bir ikkita insonlar, o'sha professor dotsentlarmidi yoki chiqdi, endi men taniydigan o'sha dars beradigan insonlar chiqdi, universitetda dars beradigan. Rasuljon, yaxshimisan? Rahmat. Endi 1-2 kun ichida sizni qoralashimiz kerak ekan, to'g'ri tushunasiz, bizga topshiriq bo'ldi, hisobot berishimiz kerak ekan. O'shanga oldingizdan o'tyapman dedi. Ishonchingiz komil bo'lsin, men rozi bo'lmadim, men yozmayman siz haqingizda yomon anaqa qoralovchi narsani. Lekin hech bo'lmasa o'sha kirib kommentariy yozib qo'yishimiz kerak ekan, o'shanga dedi, komment yozib qo'yaman, oldingizdan o'tyapman, shunga birov to'g'ri tushunarsiz uka boshqa dedi. Shular endi ilmiy jamoatchilikda a'zosida dars berib yuradigan odamlar. Men aytdim, mayli, to'g'ri tushunaman dedim. Endi siz o'zingiz shunga rozi bo'libsiz-ku, sizga kim aytsa ham sen. Endi to'g'ri tushuning, bizda ham qo'ymayapti, yuqoridan boshqadan deb chiqishdi. Kim qo'ymayotganini ham aytdi. Shu Kusherbayev qoralaring degan topshiriq beribdi. Va u kishilar shuni ro'yrost rozi bo'lib bajaryapti-da. Endi shu men bilgan ilmiy jamoatchilikda a'zolari-da endi o'shalar ham. Shu bir hafta 10 kun qoralash davom etdi, chidadik. Mani aqlsiz, savodsiz, hech narsani bilmaydi dedi, boshqa ana nafsoniyatimga ham tegdi, boshqa qildi. Mayli, ham topshiriq bo'lgan ekan, shu yuqoridagi odamlar menimcha kimgadir o'sha mana aslida bir to'poy edi, mana aytgan gaplari ham asossiz, mana bizni professor domlalar ham buni e'tirof qildi deb menimcha olib kirish uchun kerak bo'lgan. Chidadik, keyin olib kirib shu nima o'tib ketdi, qoralash kampaniya. Keyin bir necha oy o'tgandan keyin shu odamlarni ko'rib qoldim. Uyalyapti endi o'zlari, endi Rasuljon, yaxshimisiz? Rahmat, ya biz sinib ketmadik, o'lib ketmadik, mana yashab yuribsiz. Yo, siz unaqa emadingiz, buydi. Bilasiz-ku, biz sizni hurmat qilamiz dedi. Mayli, lekin hurmat qilasiz, lekin istalgan vaqtingizga yana shunaqa topshiriqlar bo'lsa, yana siz shuni bajarishga tayyorsiz. Va siz bir vaqt o'zida ko'plab yoshlarga saboq berasiz yana. Mayli endi dedim, boshqa ilojimiz yo'q, jamiyat shunaqa ekan dedim-da. Keyin hayot shunaqa tarbiyalar ekanda insonni, vaqt soati bilan o'tib, odamlarimiz balki shunaqa muhitga o'zi loyiq bo'lsa kerak, balki loyiq bo'lgani uchun shuni hammasi shunday bo'lyapti deb o'ylayman. Chunki ko'p bo'layotgan ishlar hayron ham qolmayman. Biz hammasiga munosibmiz. 200lamachilikka ham, qonunsizlikka, boshqaga ham shunday bo'lyapti. Nimaga? Chunki o'zimizda qadriyat yo'q, prinsip yo'q. O'zimizga qarshi o'zimiz tupuramiz ham, o'zimiz tupurganni qaytarib ham olaveramiz. Chest yo'q-da. Endi men hammada ham emas. Gapim hamma ilmiy jamoatchilikka tegmasin. Meni gapimni balki ko'rib qolsa, shu odamlar ham o'zlari kimlarga tegishli ekanligini eshitishadi, lekin ular nomma-nom aytmayman, kerak emas bu yerda aytish. Uyat bo'ladi endi. Lekin bu gaplar bo'lgan, shuning uchun aytyapman. Ya'ni shunga ham rozi bo'layotgan toifalar bor-da. Men ishonchim komil, boshqa mamlakatlarda birorta shu ilmiy jamoatchilikka ming unisi, ming bunisi chiqib aytsa ham, u odamlar o'zini hurmat qilganligi, o'zini darajasi, ilm odamligini hisobga, menimcha bunaqa ishlar qilishga rozi bo'lmasa kerak. Balki rozi bo'lar, lekin bizda bor ekanda shu, men hayron qoldim.
Shu endi shu ishlarni yaxshi bajarishadi lekin. Har hamma joyda. Shunisini bilaman. Endi men aytmoqchi bo'lganim shu aql markazlari, mana deylik ilmiy tadqiqot muassasalari bor, yo deylik universitetlar deymiz. Shulardagi ilmiy jamoatchilik, siz aytgan intelligensiya hech bo'lmaganda asoslangan ilmiy ratsional tahlil, tanqid bilan shug'ullansa, faqat o'zimizni davlatimiz uchun, xalqimiz uchun nafli bo'ladi deyman-da. Real holat qanday bo'lsa, shuni real holatda deylik taklif tavsiyalari bilan tegishli idora vazirliklarga, kerak bo'lsa eng yuqori tashkilotlarga yetkazib tursa, bundan faqat jamiyat yutadi. Faqat hamma maqtov yo'lidan yurgandan ko'ra deyman-da. Endi yo'q. Ilm siyosatdan bo'lak bo'lishi kerak-da. Ilm siyosatga qarab ketish kerak emas. Kim hokimiyatga tepasiga keladi, qaysi kuchlar keladi, liberallarmi, konservatorlarmi yo qaysi inson rahbar bo'ladi. Ilm unga qarab turlanaverish kerak emas-da. O'zini yo'ldan qat'iy davom etish kerak. Shunda ilmda haqiqatda taraqqiyot bo'ladi-da. Siyosat boshqa narsa, ilm fan boshqa narsa-da. Buni siyosiylashtirib tashlash yomon. Ya'ni siyosiy instrument, targ'ibot vositasi sifatida foydalanish ayanchli oqibatlarga olib boradi. O'sha sohani rivojlanmasligiga olib boradi. Shuning uchun endi hozirgi holatda uni ham mana shunaqa instrument sifatida foydalanayotgan holatlar bo'lib qolyapti. Afsuski. Ilm jamoatchiligi unga yurish kerak emas. Mani xursand bo'ladigan bilasiz, mana o'sha yuridik universitetda bir konstitutsiyaviy huquq bo'yicha kafedrasi bor ekan, shuni mudiri adashmasam chiqdilar, rosa kuyunib ketdi u inson. O'sha konstitutsiyaning g'oyasi haqida gapirdi-da. U inson bo'layotgan ishni ko'rib, bu dedi ochiqcha yuz urish-ku, qanday bunday bo'ladi? Men fikrlarimni yozib beray deb chiqdi-da, kuyib ketyapti-da u kishi. Mana bor ekan-ku, yo'q, tiniq fikrli ziyolilar bor ekan. Shunaqa toifalar bor. Lekin ularni ko'pchilik bilmaydi-da. Ya'ni omma tanimasligi mumkin. Endi men o'zimni oldimga bitta vazifalardan biri qilib qo'ydim. Aynan mana shu konstitutsiyani, qonunni ustuvorlik yo'lida jon kuydirgan ilm ahllarini ham biz ko'rsatishimiz kerak ekan. Imkon doirasida o'zimiz platformalarimiz orqali shuni o'ylab qo'ydim. Shu insonlarni olib chiqib, jamiyatga, ko'pchilikka aytar gapi bo'lsa aytishimiz kerak ekan deb. Bitta masala, men ularda jur'at qanchalik ekanligini bilmayman xolos. Ammo menga bog'lanishda chiqish, shuni o'zi katta progressiv qadam.